jigarlar, sizlar bilan Spreyman Yusuf kanal. Bugun jigarlar sizlarga TDM haqida gaplashamiz. TDMda jigarlar, TDMlar 3 turi bo'ladi. 3 turidan men PKK'lar turiga kirmoqchiman. PKK'lar turi sizlarga hozir albatta video davomida o'rgataman. Qanday bo'ladi, qanday kiradi, biz qanday qilish, qanaqa trenirovka qilish kerak. Bu uchun videoga birdan like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esdan chiqmasin. PKK'lar nima desam bo'ladi? U naklon bilan o'ynagan. Shunday Islomot devor olsak, shunday mana naklon bilan yoqib otadigan PKK'lar bo'ladi. Birinchi turi shu. Ikkinchi turi bu 1-1 mana. Har doim shunaqa otish olganlar. Ikkinchi turi uzoqdan o'tishganlar. Dedimda uzoqdan o'tishganlar. Men uzoqdan o'tishmayman. Jigarlar, endi men sizlarga birinchi qanday PKK bo'lishni yo'li uchun har kuni shu TDMdan lobbiga chaqirib olsa, har kuni mana shu trenirovkalar tavsiya qilaman. 10-15 minut qilishinglar kerak. Shu naklon PKK deb moslanadi shu. Shuni mana bunday boshlab turib shunday botasizlar. Men sal shug'ullanyapman. FPS'ni basish uchun sal qiynalyapman. Lekin FPS balandlar normali o'ynaladi. Birinchi mashq shu, ikkinchi mashq o'tirib turganingizda, masalan, o'tyapsizlar, qaytib o'tirib o'tasizlar. Masalan, nima desam bo'ladi? Men shotirgan qilib qo'yganman. Bo'lmasam, siz kuzatgan bo'lardim. Mana qaysigan mana. Shunday qilib shu o'tirib turib tezlik bilan qilasizlar uni. Men uncha yaxshi uddalamayapman. Keyin chiqsa albatta ham shug'ullanib ketsam ancha yaxshi bo'ladi. Sizlarga PKK'lar shu mashqda 10-15 minut qilishni tavsiya qilaman. TDMda qiynalmaysizlar PKK qilishga. Endi ikkinchi turga o'tamiz. Ikkinchi mashqqa demoqchidim. Ikkinchi turda mashq qilgan.